butun dunyoda millionlab insonlarning qurbon bo'lishiga sababchi bo'lgan, mislsiz yo'qotishlar, talofat va musibatlar olib kelgan Ikkinchi jahon urushi bashariyat tarixidagi eng dahshatli, qonli qirg'in bo'lganini oradan qancha yillar o'tsa-da, ezgu niyatli dunyo ahli hech qachon unutmaydi. Jang maydonlarida fashizmga qarshi kurashgan 2 millionga yaqin o'zbekistonliklarning 500 mingdan ziyodi halok bo'lganini xalqimiz aslo yodidan chiqarmaydi. 1941 yilning yoz saratoni butun mamlakat kabi shovotliklar boshiga ham urush tashvishlarini boshlab kelgan edi. Urush boshlangan dastlabki kunlardanoq tuman harbiy komissariyati oldi ko'ngillilar bilan to'lib ketdi. Jang maydoniga otlangan 3240 nafar jangchining mingdan ziyodi ona yurtiga qaytib kela olmadi. Rus, Ukrain, Belarus, Qozoq, O'zbek, tojik, turkman, armani, tatar, boshqir g'anim dushmanga qarshi dadil bosh ko'tardi. Ular orasida shovotliklar ham kam emas edi. Elning mard o'g'lonlari Bobojon Eshjonov, Rahim Otajonov, Do'stjon Jumaniyozov, Iskandar Xo'jayev, Bekjon Dushamov, Sherjon Otajonov, Yunus Adilov, Karim Dushamov, Rahim Avizmuratovlar shular jumlasidandir. Karim Dushamov 1924-yil tumanimizning chekka qishloqlaridan biri bo'lgan Monoq qishlog'ida tug'iladi. Urushning sovuq nafasi yosh yigit Karim Dushamovni chetlab o'tmadi. 1942-yili urushga ketadi. Kursk jangidan boshlab Berlingacha bo'lgan qaqshatqich janglarda ishtirok etib, 2 marta qurshovda qolib, 5 marta yaralanadi. O'z ona yurtiga g'alaba nashidasi bilan qaytib keldi va tinch ijodiy mehnat faoliyatini davom ettiradi. Urush tugaganidan keyin Xarkovdagi военный училищeni bitiradi. Kolxoz raisi, tuman savdo birlashmasi raisi, maishiy tikuvchilik kombinatida bir necha yillar direktor vazifalarida ishladi. Mana shu xizmatlari uchun 1993-yil O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan maishiy xizmat xodimi unvoniga sazovor bo'lgan. 7 qiz va 3 ta o'g'il farzandlarni tarbiyalab, voyaga yetkazgan. 2000-yilda vafot etgan. Ikkinchi jahon urushi qatnashchisi Iskandar Xo'jayev 1920-yil Mehnatobod qishlog'ida tug'ilgan. U 1940-yilning kuzida harbiy xizmatga otlanadi. Butun xalq qatori 19 yoshli Iskandar Xo'jayevlar uchun urush ana shunday kutilmaganda ko'ksdan boshlangan edi. Zenit artilleriya batareyasi o'qlovchisi Iskandar Xo'jayevlarga Stalingrad mudofaasi uchun medali og'ir janglardan bir umrga o'chmas nishona bo'lib qoldi. Urushda qatnashib 3 bora yaradorlik jarohati olib, 1941-45-yillardagi urushda Germaniya ustidan qozonilgan g'alaba uchun medallari, 2-darajali Vatan urushi ordeni ko'ksiga yarashib, ona qishlog'iga qaytdi. Ikkinchi jahon urushi qatnashchisi Rahim Avazmuratov 1924-yilda Bo'yrachi qishlog'ida tug'ilgan. 1942-yilda armiya safiga chaqirilgan. U 1-Ukraina frontida xizmat qilgan. 1943-yil iyulda kichik komandirlar kursini tamomlagan. Dushmanni yengishdagi jasoratlari uchun 3-darajali Shuhrat ordeni bilan taqdirlangan. Keyinchalik 2 va 1-darajali Shuhrat ordenlari bilan taqdirlangan. Bo'yrachi qishlog'ining Alpomish yigiti Rahim Avazmuratov yelkasida Maksim pulemyoti bilan Belarus tuprog'ida dushmanlar bilan kurashgan. Urushdan keyin o'z qishlog'iga kelib mexanizator bo'lib ishladi. 1983-yil 16-dekabrda 59 yoshida bevaqt o'lim uni oramizdan olib ketdi.